Hamma bu jarima zarbasini Roberto Carlos tepadi deb o'ylagan edi. Ammo u Ronaldinho bilan birga barchani chuv tushirdi. Bu FIFA World Cup doirasida Brazil National Football Team va Germany National Football Team o'rtasidagi o'yin edi. O'sha paytda bu gol butun dunyoni hayratda qoldirgan. Ronaldinho hatto bu gol aql bilan urilganini ko'rsatgan edi. 8-daqiqada Braziliya juda xavfli jarima zarbasiga ega bo'ldi. Barchaga ayon edi. Bu masofa Roberto Carlos uchun ideal nuqta. Darvozabon devorni ishonch bilan joylashtirdi. Carlos esa o'zini zarbaga tayyorlayotgandek tutdi. Hatto uning jamoadoshlari ham aynan u tepadi deb ishongan. Va nihoyat hushtak chalindi. Roberto Carlos yugurib kelishni boshladi. Ammo kutilmaganda zarbani uning yonida turgan Ronaldinho ijro etdi. U yengil, havodor zarba bilan to'pni chap to'qqizlikka joyladi. Hech kim buni kutmagan edi. Darvozabon ham shokda qoldi. Hatto braziliyaliklar murabbiyi ham hayratdan